Şu Liu Bei'ga ergişip Çin'e bağlı kelgandan keyin Sauronning 8 taraflik altın qilib sepini zori qandaq buzyapti. Aldın san so'zlab mush mazmunga kelgan shunami? Shuni yoqtirgan do'stlar. Shuning Liu Bei'ga ergashgandan keyin buning akagan eng cho'ng foydasi Sauronning 8 taraflik altın qilib sepini buzyapqanligi emas, balki Liu Bei'ga haqiqiy bir ishonch, haqiqiy bir umidning nurini akaganligida. Chunki buningdan burun Liu Bei 20 yillik hayotida jang qisli yengilib kelgan, yengilgan sir jang qilib kelgan. Endi faqat men shu musharraf kelgandan keyin ajoyib katta nusrat qozondi. Fan Chongbalikni to'liq ishg'ol qilib oldi. Bugunkidek katta nusrat qozonib baxmagan. Shu bo'lmagan bo'lsa, Sauronning 8 taraflik oltin qilib sepinimi buzolmasdi haqacan. Men deb bersam buzyapti, shunami? Unda olsa 8 taraflik oltin qilib sepini qanday buzamaysiz? Bu sepni Sunbing ijod qilgan. Onunda Xarit, Ayat, Shikasta, Tusush, Nusrat, Mamat, Izrat, Fatih degan 8 qo'liq bor. Keyin buni sarkardalar rivojlantirib taraqqiy qildigan. Sap o'ttirsidagi lashkar supsini ajdarho ko'zi deb ataymiz. Bu keyin ijod qilingan. Navad bir botir sarkarda 500 xillangan lashkarni boshlab chiqib, sharq janubdagi hayot qo'g'idan buzib kirib, g'arbdagi nusrat qo'g'idan buz chiqsalar, bu sap buzildi. Men bo'lsam buzyaptim. Shuning bilan bu yerga shu javzuluni avatdi. Shunami? Unda biz mushada diqqat qildingizmi? Mayli shu bo'lsin, mayli Jugulyan bo'lsin, mushunda qishoga vaqtda Jovuyunni avatishga amroq Guayyu bilan Jangfen emas. Nima uchun mushunda qildi? Hamda bu hargizmi Jovuyunning alam martining Guayyu Jangfenlardan ustun egallik emas. Bularning alam marti azroqmi qilishmaydi. Guayyu Jangfenlardan qilishqisiz sanğın. Unda biz bu yerga Guayyu bilan Jangfenning ochchig'i yomon, akavur, tirkak, hamda javzuluning mijozi isifat yaxshi bo'lganligi uchunmi? Yana unda emas. Nima uchun desanglar, Guayyu bilan Jangfen Liu Bei'ning sadoqat bilan inlari intayin yaqinchidir. Bularning orasiga uchinchi bir odam kira olishlar. Biroq Jovuyun sal chetda qolgan. Azroq o'gay mavjud. Hamda har qanday bir mushavir kirgandan keyin o'zining bir yaqin odamlar bo'lishini xohlaydi. Guayyu bilan Jangfen bilan yaqin turamagandan keyin albatta Jovuyunni tanlaydi. Bu o'xshash qilmasdan ma'lum bir shirkatda ishlagan bo'lsak-mu, shirkat o'zimiz yaqin o'tadigan bir ishga odam bo'lishini xohlaymiz. Ba'zi sirtqi chiqib ketgan, voy hozir batli deb qo'ydigan, kechikib qolgan, voy kip bo'lgan deb qo'ydigan, mana lozim bo'lgan bo'lsa shunami? O'zimizga bir yaqin o'tadigan. Buni mushundaq tushunsak bo'ldi. Shuning uchun bu yerga mayli shu, mayli Guayyu Javzuluni bir qadar o'ziga tatqa yeri mashada Allah bilan tang tura olish uchun. Endi bu Sauronning 8 taraflik oltin qilib sepini buzib bo'lgandan keyin shu kun kechda yeni plan tuzib turdi. Ya'ni bugun kechda Sauron yengilligiga tanbamay chuqum qaytirib o'zini qo'ydi. Bu Savsovning odatlangan usuli. Bu jihatni Savsovni chuqum do'raydi deb yilon eg'iziga Jovuyun bilan Jangfenni bo'ktirib qo'shni buyurdi. Va bu yerdagi Guayyuni Fanchongni berib ishg'ol qilishga, ya'ni Sauron butun qo'shinni achib kelsa, Fanchong baliq bo'sh qoladi. O'zlari Fanchongni asla Fanchongni olgandan keyin bu yerda ya'ni Fanchong baliq sepilning ustida qodi kitobning mash yalpuvchilik cho'nglikda bir mikrgiya va shuni epkaslar pasbonga choy damlab birmiz deydi. Endi bu jangda Sauron bilan Lidian qattiq mag'lub bo'lgandan keyin Savsov buningdan cho'chiydi. Men bu Liu Bei'ning buning 8 taraflik oltin qilib sepimni buzib etishni o'ylab baxmabdi ekanman deganda, Lidian dedi-ku, uni Liu Bei buzmadi. Balki uning yeng mushaviri shu buzdi. Shu degan kim bo'lsa, shu darhol chiqib, bu degan manondek tangliq mushavir istidat intayin yuqori qodi kitob bilan Allohgina bil o'rgangan, Jugo qodidan qilishmaydi degandan keyin, uning istidoti sizda yuqori emas, mendan 10 nasl yuqori degan keyin Savsov qattiq qo'rqdi. Burun bu Liu Bei'ning Guayyu Jangfen Jovuyundek bir sang'ullarlibati. Endi buning shudek mushavir qitilsa, bu yo'lvas qanot chiqqanlik emas bu. Bu bo'lmabdi. Buni yo'qotishning amali deb bo'ladi degan keyin buning ojizligini tutib qoldik. Naq bu shuning opsi Savsovning endi qo'shnisiga, bitam qo'shnisi bo'lib o'tirib etibdi. Shuning bilan darhol bu ishdan foydalanib shuni akib oldi. Endi shu kelgandan keyin opsi buni tillaydi. Opsi o'ylab oldi. Buning bilan shumi endi kallasini ochib, o'zining g'ojisining kichik bo'lib qolganligini, Savsovga asirga tushganligini biladi. Va bundan keyin haqiqatda bir umr Savsovga bir aql ko'rsatmaydi. Endi bu yerga Liu Bei'ning bu shu ketgan vaqtning o'zida butkul daraxtlarni kesib o'tishdagi sabab shuning men bayonlagandek Sauronni mag'lub
berganligi emas, balki buningga bir umid, bir ishonch, elni ro'noqda qilish qanqaqanligini yo'lab, men savsovni yo'qitib tang turarligidek men deydigan bir ishonchni berganligida. Shuning uchun shu cho'ng bo'lib ketdi. Unda o'shada o'ylab baqtinglar, nima uchun shu Liubeyning qishidagi vaqtda Jugulyanni darhol tashabbus qilmaydi bu vaqtda. Navadi shu Jugulyanni tashabbus qilsa, keyin Pangtong'im erishsa, shu savsovning qishiga ketib qolmasa, bu ikki mushavir tang bo'lib qolsa, Lajin Liubey qanday cho'ng ishlarni qilib ya'ni piyonlik qilinglar. Unda kashda bo'janda bu to'g'risida davomli fikrlashimiz, ya'ni g'arib sayyohat to'g'risidagi bir qism aytilmagan sirlar savollarga davomli javob bermay, kashda bo'jan kirishni unutib qolmanglar. Rahmat.